hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumat televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Xitoy davlat taratqullari Amerika Zoltan Bayden Xitoy virusining manbasini tekshirishni talab qilgandan keyin Amerika bilan yadro urushga tayyorlik qilish kerak dedi. Xitoy davlat gazeti Yer shari vaqt gazetining tahririy Xusijin Xitoyning yadro planini kuchaytirishni davlatning Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshi strategik tahdidi uchun intayin muhim deb qaraydi. Hong Kong, Tayvandagi namoyish Xitoy virusi va Xitoyning Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizishi bilan ayblanishi Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi munosabatni texmo yiriklashtirib qo'ydi. Xitoy bo'lsa Amerikaning nurg'un harakatlari va baholarini o'zining egalik huquqiga daxli tarz qilganlik deb qaraydi. Ikki davlatning kun sari keskinlashayotgan munosabati va harbiy manevrlar yoshirin urush andisini qo'zg'adi. Xu payshanba kuni Yer shari vaqt gazetida e'lon qilgan maqolasida biz cho'qim Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi keskin tirkishishga tayyorlik qilishimiz kerak. Agar Amerika biz bilan harbiy tirkishish xayoliga kelsa, davlatimizning yadro o'q beshining soni cho'qim Amerika sarxillarining titirtadigan miqdorga yetishi kerak dedi. Xu familiyalik Xitoy yadro o'q beshi DF-41S Xitoylar aro uchadigan boshqariladigan bomba va uzun musofirlik iqtidoriga ega strategik boshqariladigan bomba sonini tez ko'paytirishni tashabbus qildi. U yana maqolasida Xitoyning yadro qurol ombirini qurishning muhimligini, chunki Amerikaning Xitoyni strategik cheklishining kun sari kuchayotganligini yozdi. Uning so'ziga qaraganda, bu harbiy qurilishga ega bo'lish Xitoyning Amerikaga qaratgan strategik tahdidining ul teshi emish. Avstraliya bilan Yangi Zelandiya Xitoy hukumatining Hong Kong xalqining huquqi va erkinligini cheklashi, shundaqla Uyg'urlarga tutgan muomalasidan cho'nqur andish qilganligini bildirdi. Yangi Zelandiya bosh ministri Jasinda Ardern va avstraliyalik mansabdoshi Scott Morrison birlashma bayonotida bosh ministerlarning 2047-yilgacha kuchga ega bo'lgan Xitoy Angliya birlashma xitobnomasiga asosan Hong Kong xalqining huquqi va erkinligini cheklaydigan va Xitoyning Hong Kongning yuksak avtonomiya huquqiga buzg'unchilik qiladigan qilmishlarga cho'nqur ko'ngil bildirganligini, Sharq Turkistonning kishilik huquq vaziyatiga bo'lgan andishini bildirib, Xitoyni Uyg'ur va boshqa musulmon turkiy millatlarning kishilik huquqiga hurmat qilishga, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa mustaqil kuzatuvchilarning ahamiyatli va to'sqinliksiz ziyorat qilishiga yo'l qo'yishga chaqirdi. Avstraliya bosh ministri Shxansi e'lon qilgan bayonotida Janubiy Xitoy dengizidagi talash-tortish, harbiy va dengizdagi muqimsizlik harakatini kuchaytirishni o'z ichiga olgan taraqqiyotlarga ko'ngil bildirganligini bildirdi. Bosh ministerlar yo'l boshlash va uchish erkinligining muhimligini texmo ta'kidlab, dengiz okean rayonlarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dengiz okean qonun ahdnomasiga mos kelishi kerakligini ta'kidladi va har qaysi taraflarni dengiz okean qonuni va ahdnomasi chiqargan qarorlarga hurmat qilib, ijro qilishga chaqirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Avstraliya va Yangi Zelandiya bosh ministrining atalmish Xinjiang, Hong Kong va Janubiy dengiz qatorliq joylardagi Xitoyning ichki masalalarini tilga olib, Xitoyning ichki siyosatiga aralashib olganligini, bunday qilishning xalqaro munosabatlarning asosiy prinsiplariga xilof ekanligini, Xitoyning buningga qat'iy qarshi turadiganligini bildirdi. Bir yil davomlashgan tekshirishdan keyin shirkatlar doklad e'lon qilib, hujum qiluvchilarning uchur to'plash maqsadida josuslik detal o'rnatishga uringanligini oshkorladi. Shuning bilan bir vaqtda BBCning xabariga qaraganda, atalmish Xinjiang soqchixonalariga murakkab sun'iy aql iqtidorli kamera o'rnatilgan. Uchur bexatarlik magnatlari tekshirish nuqtasi va Kaspersky atalmish Xinjiang va Pokistondagi Uyg'urlarga qaratilgan tor hujumini izg'oqlab tekshirdi. Tekshirish natijasi va shirkatlar e'lon qilgan dokladga qaraganda, ziyonkashlikka uchraguvchilarga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi va har xil kishilik huquq tashkilotlari nomidan yomon g'arazlik yumshoq detallar bor hujjatlar avatilgan. Elektronlik xat orqali avatilgan yomon g'arazlik hujjatlardan boshqa Turk madaniyat va meros fondi deb atalgan hujjatlar avatilgan uydirma tashkilotlarning biri o'zini yordam bilan ta'minlaydigan tor bekat sifatida ko'rsatdi. Tekshiruvchilar bu tor bekatning loyihalanishining George Sorosning uch jamiyat fondi jamiyatidan butunlay degidek ko'chirilganligini bayqadi. Bu tor bekat ishlatuvchilarning yordam talabiga ulangan uchurlarni kirgizishdan burun ularning mashg'ulot sistemasining bexatar ekanligini dalillaydigan programmani tushirishni talab qiladi. Qandaqla bo'lmasin, bu programma qachlangandan boshlab
hujum qilg'uchining kompyuteridan lozimli uchurlarni to'play oladi. Tadqiqotlar hujum qilg'uchilarning tuvan va o'ttirhal ishonch bilan Xitoy tor sohasidagi artistlar bilan bog'lanishliq bo'lib, bu hujum Uyg'ur va ularni qo'llaydigan tashkilotlarni nishonlaganligini aytdi. Tekshirish punktidagi tahdid uchurlari bo'limining boshlig'i Lotem Finkelstein Xayal tor bekitining savoliga javob berib, bu tor hujumlarning josuslikning turkisida elib berilganligini, mashg'ulot oxirida Uyg'ur jamoatidagi cho'ng nishonlarning kompyuterga orqa eshik o'rnatilganligini aytdi. Yaqinqi yillardan buyon ziyonkashlikka uchragan Uyg'urlar nurg'un tor hujumini boshdan kechirdi. Ular haqida imkon qadar ko'p uchur to'plashga urinildi. Hujumlarning ko'pinchisi Xitoy va yoki uningga vakolatan ishlaydigan o'rinlarga oid. 3-oyda Facebook o'zining supisidan foydalanib, yuzlagan Uyg'urlarning yon telefonini bulab, kuzatish yumshoq detalli o'rnatishga uringan yomon g'arazlik artistlar turini bayqaganligi va buzganligini e'lon qildi. Hakkerlar ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning ishonchiga erishish va ularni yomon g'arazlik yumshoq detallarning tushirishini keltirib chiqargan urinishlarni chekish uchun kishilik huquq faoliyatchilari, jurnalistlar va o'quvchilarda ko'rindi. Facebook bu hujumni Yaman ko'z nomli Xitoy guruhi bilan bog'ladi. Oldingi hafta BBC sun'iy idrok va chiroy tunish texnikasi asosida ishlangan alayda kamera sistemasining hozir Sharq Turkistondagi Uyg'urlarda sinov qilinayotganligi va soqchixonalarga o'rnatilganligini xabar qildi. Sharq Turkiston aholilari allaqachon izchil nazorat ostida bo'lib, Beyjingning so'ziga qaraganda bu Sharq Turkiston mustaqilchilarining ziyonkashligidan saqlanish uchun ekan. Kameraning borligini oshkorlagan bir injener BBCning programmasida Xitoy hukumatining Uyg'urlarni tajribaxonada chashqinni sinov qilganga o'xshash turli sinov obyekti qilganligini, kameraning yolg'on tekshirish uskunasiga o'xshaydiganligini, ammo texmo ilg'or texnikaga ega ekanligini, insonlarni cheklash o'rindig'ida o'tirg'izib, qo'l put bilaklarini metal cheklash orqali quluplaydiganligini, bu yumshoq detalning ishonchli dalil isbot bo'lmay turib, oldin hukm chiqarishi uchun loyihalanganligini o'ttirg'a qo'ydi. Sharq Turkiston surgundi hukumati 4-iyun kuni tushdan soat 1dan 3gacha Washingtonda namoyish olib berishni qaror qildi. Aqsaroyning oldidan Amerika Davlat ishlari mahkamasigacha piyoda mengib axborot e'lon qilish yig'ini chaqirildi. Amerika va boshqa xalqaro davlatlardan Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligidan qochib chiqqan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga panohlik berish ishlarini qo'laylashtirish, Sharq Turkistondagi jinoyatchilarga mas'ul Xitoy jallodlarining xalqaro sudda jazolanishini qo'llash va ilgari surish, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilik ahdnomasini yo'lga qo'yib, va'dasini qo'g'dash mas'uliyatini ado qilish, Beyjing 2022-yillik qishliq olimpik tantana musobaqasini boykot qilish, Sharq Turkistonni Xitoy tarafidan besib olingan zamin deb e'tirof qilish, Sharq Turkiston xalqining madaniyat, erkinlik, kishilik huquq, mustaqillik va mavjudligini qo'g'dash va kafolatlantirish talab qilindi. Davlatning egilik huquqi, xalqning mustaqil yashash iqtidori faqat irodalik va samimiy kuchlar millatni o'zining huquqi va mustaqilligini to'g'ri usulda qo'lga keltirishga yetaklaganda ondan mumkin bo'ladi. Dushmanning rayim shafqatini tilgichi yoki dushmanning shakli o'zgargan kuchlari bilan bir ustalda suhbat o'tkazib hamkorlik o'rnatuvchi kuchlar xalqni ko'ldirilishdan boshqani maqsad qilmaydi. Durustlik va oqilatlik insonning qimmatini yuqori ko'taradi. Vatanining mustaqilligi uchun kurash qilmagan insonda durust va oqilatlik bo'lmaydi. O'zining shaxsiy manfaati va shuhratini muhim o'ringa qo'yib, uningga to'ymay mangu ulasholmagandek tuyg'uda yashaydi. Amaliyotda shon-sharaf, izzat-hurmatga faqat o'zining mustaqil davlatida xalqining huzuri va yuksalishini ko'rgandala ondan haqiqiy erishiladi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.